Dunyoda shu kungacha mashhur, lekin haligacha qayerdaligi noma'lum bo'lgan xazinalar bisyor. Assalomu alaykum, sizlar bilan Tarixchi.uz kanali. Bugungi video roligimizda Buxoroning so'nggi amiri Amir Olimxonning yo'qolgan boyliklari haqida siz bilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Demak, boshladik. 1920-yili Vladimir Ilich Ulyanov Leninning shogirdi Turkiston fronti qo'mondoni Frunze buyrug'i bilan Buxoro 12 ta samolyotdan bombardimon qilinib, to'pga tutilib, vayronaga aylantiriladi. Amir xazinasi esa talanadi. Sovet mamlakatidagi iqtisodiy tanglik, o'lkani xarobaliklarga aylantirgan inqilob va fuqarolar urushining vayronagarchiliklari bu yerda ham o'zining salbiy asoratini qoldirgan edi. Ana shunday iqtisodiy qiyinchiliklar davrida markaz tashabbusni o'z qo'liga oldi. Lenin gumashtalarini Buxoro va Turkiston tomon yubora boshladi. Buxoroning sobiq amiri Said Olimxon Arkni tark etib, Afg'on yurtiga o'tib ketganidan keyin amirdan qolgan juda katta xazina eshelonlarga ortilib, Moskva tomon yuboriladi. Eshelonlarga yuklangan oltin kumushlar, qorako'l teri va qimmatbaho buyumlar, boyliklar xorijdan parovoz, vagonlar sotib olishda, xo'jalik vayronagarchiliklarni tiklashda qo'l keladi. Markazga tashlab ketilgan bu boyliklar miqdori hamon sir tutilmoqda. Amir Olimxonning hozirgi kundagi avlodi hisoblangan Fayzulla Qilichevning bergan ma'lumotlarga ko'ra, amirning xazinasi behisob bo'lgan. Bitta gavhar tojining toshigina 27 milliard AQSh dollari bo'lganligini aytadigan bo'lsak, boshqasini sanashning hojati ham bo'lmagan. Bugungi kunda uning boyliklari Jenevada, Parijda, Londonda va Pokistondagi banklarda saqlanmoqda. Buxoro amirining boyliklari Moskvaga olib ketilishidan sal oldinroq Buxoroning so'nggi amiri bo'lgan Amir Olimxon o'z boyliklarini Buxorodan olib chiqishga uringan. Shunday urinishlardan biri 20-asrning 20-yillari boshlarida Sharqiy Turkistonda, ya'ni hozirgi Shinjon Muxtor Respublikasida ingliz konsuli lavozimida ishlagan Percy Atherton faoliyati bilan bog'liq. Bu haqida Olti imperiyaning Shinjondagi jangi nomli kitobda shunday ma'lumot beriladi. 1920-yil avgust oyida polkovnik Percy Athertonga Buxoro amiri Rus xizmati general-mayori Said Olimxon o'z karvoni sulola xazinalari bilan Hindiston hududiga olib o'tishda yordam so'rab shaxsiy xabar yuboradi. Ammo bosh konsulning umumiy qiymati 150 million oltin rubl bo'lgan Buxoro amiri xazinasiga hamrohlik qiladigan tegishlicha harbiy kuchlari bo'lmagan. Uning butun diplomatik karvoni bor yo'g'i bir necha hind askarlaridan iborat edi xolos. Afsuski, bunday himoya na O'rta Osiyo bosmachilaridan, na Sovet maxsus xizmatidan, na Xitoy hukumatidan va na oddiy banditlardan qimmatbaho yuklarning xavfsizligini kafolatlay olardi. Tabiiyki, bunday sharoitda konsul rozilik bildiradi. Lekin 10 tonna oltin karvonini qabul qilish oqilona ish bo'lmasdi. Percy Atherton boshi berk ko'chaga tushib qoladi. Bunday oltin uyumini yo'qotish juda achinarli edi. Biroq u o'zi bunday muhim qarorni qabul qilishni istamagan. Amir bilan janjallashish uchun ham asos yo'q edi. Diplomat zudlik bilan Dehlidagi Hindiston vitse-qiroli Lord Frederick va Viktor Chelmsfordning shaxsiy idorasiga murojaat qiladi. Biroq ular o'sha yerda ham ehtiyotkorlik ko'rsatadilar. Sharqda bolsheviklar bilan rejasiz harbiy mojaroga kirishishdan ko'ra, amirni butunlay oltinlari bilan yo'qotgan ma'qul degan qarorga keladilar. Shundan keyin Percy Atherton Buxoro amiriga yordam berishdan bosh tortadi. 1920-yilning sentyabr oyi boshlarida Said Olimxon butun xazinasi bilan Afg'oniston va Tojikiston chegaralaridagi Langar viloyatiga olib ketiladi va ko'zga ko'rinmas joyga dafn etiladi. O'shandan beri bu 10 tonna tilla va taqinchoqlarni boshqa hech kim ko'rmagan. Ehtimol ular hali ham Pomir etaklaridagi g'orlardan birida yotgan bo'lishi mumkin. Yana kim biladi deysiz. Bu haqida sizning fikrlaringiz qanday? Fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Tarixchi.uz kanali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting.